2 yosh bola ismini aytib chaqirganda qaramasligi normal holatmi? Faqat ismga reaksiya qilmayotganligi bilan biz aniq ma'lumotga ega bo'la olmaymiz. Qo'shimcha belgilarni kuzatishimiz kerak bo'ladi. Bola tengdoshlari bilan o'ynaydimi? Bola imo-ishoralar bilan gaplashadimi? Assalom qiladimi? Xayr qiladimi? Ko'rsatish jestidan faol foydalanadimi? Omin qilishni tushunadimi? Bola kattalarga, tengdoshlariga predmetlardan ko'ra ko'proq qiziqadimi? Ya'ni o'yinchoq o'ynayotganda dadasi kelsa, dadasiga yugurib boradimi? U bilan muloqot qilganingizda ko'z kontaktini ushlab turadimi? Ya'ni ko'zingizga qarab turadimi? Agar ko'z bilan aloqa qilmayapti, predmetlarga ko'proq qiziqyapti, imo-ishoralarni qo'llamayapti va ismiga reaksiya qilmayapti, bu xavfli bo'lishi mumkin. Bunday holatlarda bolani psixonevrolog va defektolog ko'rigiga olib borish kerak. Erta tekshiruv o'tkazish faqatgina tashxis qo'yish uchun kerak emas, bolaga yordam berish uchun kerak. Agar o'zi o'tib ketadi deb kutilsa, boladagi muammo yillar davomida chuqurlashadi. Agar bolada RAS, ya'ni autizm tashxisi bo'lsa, erta korreksiyani boshlash uni tengdoshlaridek hayotda yashash imkoniyatini oshiradi.